Nima uchun tirikchilik, bola chaqa deb yuribmiz? Hayotimiz osuda bo'lishi uchun. Va o'ylayapmizki, chaqamiz ko'p bo'lsa, hayotimiz zo'r bo'ladi. To'g'rimi? Pulimiz ko'p bo'lsa, hayotimiz zo'r bo'ladi. Oyatda aytayapti, boymi, kambag'almi muhim emas ekan. Mo'min bo'lgan holda solih amalni ko'p qilsa, Alloh shu odamning hayotini pokiza qilar ekan. Boy qilib qo'ymas ekan, millioner qilib qo'ymas ekan. Albatta mansabga o'tkazib qo'ymas ekan. Qanaqa hayot bo'lganda ham, rizqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hayoti pokiza bo'lar ekan. Pokiza hayot qana bo'ladi? Osuda, osoyishta, xotirjam, qo'rquvsiz, qayg'u-xavotirsiz, g'am tashvishsiz hayot. Shunaqa hayot kerakmi? Solih amalni ko'proq qilaylik. Pokiza hayot degan so'zni Abdulloh ibn Abbos halol, pokiza rizq deb tafsir qiladi. Ali roziyallohu anhu pokiza hayotni qanoat deb tafsir qiladi.